Hali bitta uyda boqasiz, molimni, davlatimni qo'riqlasin deb, bir kun kelib sizni tishlab olishini bilasiz, a? Tishlaydi bir kun kelib, dumini bosasizmi, jahlini chiqarasizmi? Otingiz bo'lsa, otni minasiz, uzog'ingizni yaqin qiladi. Lekin bir kun kelib orqasiga o'tsangiz, tepishini ham bilasiz. Asalarini bilasiz, a? Ana shirin asal tayyorlaydi, Allohning mo'jizasi, quvvati bilan. Lekin chaqishini ham bilasiz. Lekin unutib qo'yasizda, Alloh bergan umrni bir kun kelib o'zi olishini unutib qo'yamizda. O'sha uchun hali yaxshilik qilyapsizmi kimgadir? Men yaxshilik qiluvdim, undan nimadir kutmang. Siz yaxshilikni nima uchun qilyapsiz sabab? Alloh uchun qilyapsiz. Alloh bilsin deyapsiz. Bo'ldi, yaxshilik qildingiz, yozildi daftarga. Bo'ldi, o'chmaydi u. Uni so'ramang, undan kutmang. Qiling va unuting. Shunda xotirjam bo'lar ekansiz. Yaxshilikni bilmaydi, bilganga qil. Esidan chiqmasin. Yaxshi odamlar to qiyomatgacha bo'laveradi. Yomon odamlar ham to qiyomatgacha bo'laveradi. Yaxshilik ham, yomonlik ham yonma-yon kelaveradi. Qaysi tomonga o'tish sizning ixtiyoringizda. O'sha uchun imkonni qo'ldan boy bermang. Imkon bo'ldi, qo'lingizdan keldimi yaxshilikni qiling, lekin kutmang undan hech narsani. Unutib yuboring. Mayli bilsa bilsin. Keyinchalik yaxshilik qilish, qilmaslikni o'zingiz qaroringizni qabul qilaverasiz. Kutmang hech narsa, hech kimdan hech narsa kutmang. Qiling va unuting. Salomat bo'ling.